Assalomu alaykum. Men doktor Boboy. Bugun sizlar bilan ich kelishining buzilishi, ya'ni qabziyatlar hamda diareyalar, ich ketishlarning asosiy sabablari va qanday qilib davolash kerak, shu haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi mavzuda qaysi kasalliklarda qabziyat yoki diareya uchrashi haqida emas, lekin barcha kasalliklar asosida nima uchun qabziyat yoki diareya kelib chiqishining asosiy sababi haqida gapirib o'tamiz. Endi normada qorin bo'shlig'i a'zolari boshdan chiqadigan adashgan nerv yordamida nerv bilan ta'minlanadi. Adashgan nerv normada diafragmani normal ishlab turishini ta'minlab beradi. Qorin bo'shlig'i a'zolarini qonlarni normal ta'minlab, to'g'ri funksiyada ishlashini ta'minlab beradi. Qachonki adashgan nervimiz bir yoki ikki tomonlama qisiladigan bo'lsa, birinchi navbatda nafas diafragmasi spazmga uchraydi, ikkinchi navbatda esa qorin bo'shlig'i a'zolari qon bilan ta'minlanish buzilib, organik o'zgarishlar kelib chiqadi. Qachonki adashgan nervimiz o'ng tomonlama boshdan chiqadigan sohada qisiladigan bo'lsa, ko'rchak sohasida joylashgan iliosekal klapan bor, ya'ni ingichka va yo'g'on ichakni ajratib turuvchi darvozamiz bor. Ushbu darvoza ishdan chiqadi va natijada ingich ichakda so'rilmagan ovqatlar yo'g'on ichakka o'tib, achib bijg'ib, qorindan bo'lish kuzatiladi va ich ketish holatlari, ya'ni diareyalar kuzatiladi. Buni fan tilida yo'g'on ichak ta'sirlanish sindromi deb aytiladi. Endi qachonki adashgan nervimiz chap tomonlama qisiladigan bo'lsa, yo'g'on ichakning tushuvchi qismi, sigmasima va to'g'ri ichak sohalarida peristaltik, ya'ni harakat buzilib, bemorda axlat ichakda turib qolish natijasida axlat toshlari kelib chiqadi va doimiy surunkali qabziyat kelib chiqadi. Agar ushbu nervning, ya'ni adashgan nervni qisilishi uzoq davom etadigan bo'lsa, a'zolarda organik o'zgarishlar kelib chiqadi. Masalan, o'ng tomonlama qisiladigan bo'lsa, 12 barmoq ichakda yaralar, o't tosh kasalligi, jigarda demak toksik gepatit yoki bo'lmasa noaniq etiologiyalik gepatitlar, hatto sirrozgacha kelib chiqishi mumkin. Chap tomonlama qisilsa esa oshqozon yarasi, pel nefritlar va shunga o'xshagan kasalliklar kelib chiqadi. Ya'ni qachonki a'zolarda, ya'ni ichaklarda yaralar kelib chiqsa yoki jigarda gepatitlar kelib chiqadigan bo'lsa, ushbu a'zo atrofida limfa tugulari kattalashadi va yo'g'on ichakni tashqi tomondan qisishi hisobiga bunda ham qabziyatlar kelib chiqadi. Endi oshqozon yarasi 12 barmoq ichaklarda yara kelib chiqqandan keyin kamqonlik yuzaga keladi. Ya'ni ichki kalsiy faktori yetishmasligi hisobiga kamqonlik kelib chiqadi. Bu ham ichaklarning peristaltikasini pasaytirib, qabziyatni keltirib chiqaradi. Xo'sh, buni qanday qilib davolashimiz kerak? Demak, yuqoridagilardan kelib chiqib turibdiki, qabziyatning asosiy sababi birinchisi adashgan nervning qisilishi, ikkinchisi diafragma spazmi, uchinchisi a'zolardagi organik o'zgarish hisobiga limfa tugullari kattalashib, ichakni qisib qolishi va to'rtinchisi kamqonlik asosiy sabab hisoblanadi. Demak, buni qanday davolashimiz kerak? Birinchi navbatda adashgan nervni qisilgan nuqtasini bo'shashtirishimiz kerak bo'ladi. Adashgan nerv odatda pastki jag' hisobiga qisiladi. Ya'ni qachonki bemor faqat bir tomonlama chaynaladigan bo'lsa, pastki jag' siljisi hisobiga bir tomonga boshdan chiqadigan adashgan nervni qisib qoladi. Shuning uchun biz adashgan nervni bo'shashtirishimiz uchun birinchi navbatda pastki jag'ni siljishiga sabab bo'ladigan chaynov mushaklarini bo'shashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi, ikki tomonlama. Demak, o'tgan mavzuda aytganimizdek, og'iz bo'shlig'iga ko'rsatkich barmog'imizni kirgizib, chaynov mushagini bo'shashtiramiz. Ikki tomonlama og'riqli bo'ladi, ikki tomonlama bo'shashtirib chiqamiz. Hamda pastki jag'ni mahkamlovchi mashq bajaramiz. Jag'ni siljitib, qo'l bilan qarshilik qilamiz. Oldinga, pastga. Va adashgan nervni chiqqan nuqtasini stimullaymiz. Bu quloq orqa sohasida so'risma o'siq bor, shu o'siqning orqa tomonidan chiqadi. Ikki tomonlama barmog'imizni joylashtirib, qo'limizni yaxshilab bo'shashtirib chiqamiz. 30 sekund bir muddat davomida bajarasiz. Demak, kun davomida bajarish tavsiya qilaman. Kun davomida bir marta bajarib turadigan bo'lsangiz, bizda diafragma spazmi yo'qoladi va natijada ichaklarda peristaltikka qayta tiklanib, qabziyatlar yoki diareyalar yo'qoladi. Ikkinchi qadam diafragma spazmi hisobiga deb aytdik. Demak, diafragma spazmi ketkazishimiz kerak bo'ladi, qabziyat yoki diareyani ketkazish uchun. Buning uchun qovurg'alarning to'shgan nuqtasiga barmoq qo'llarimizni kirgizamiz ikki tomonlama. Bemor chuqur nafas olib chiqaraveradi, qo'l esa qovurg'a orqa sohasida turadi. Bunda diafragma oyoqchalariga barmoqlar tegishi hisobiga diafragma spazmi yo'qoladi. Uchinchi qadam a'zolarda organik o'zgarish hisobiga limfa tuguni kattalashadi deb aytdik. Demak, qabziyatni ketkazish uchun oshqozon yarasi bo'ladigan bo'lsa, yarani davolash kerak, 12 barmoq ichak yarasida yarani davolash kerak, gepatit bo'lsa jigarni, ya'ni barcha a'zolarni organik o'zgarishlarni davolasak, limfa tugullari kichrayib, qabziyat yo'qoladi. To'rtinchi qadam kamqonlik natijasida kelib chiqadi deb aytdik qabziyat. Demak, kamqonlikning bunda asosiy kamqonlik sababi
B12 vitamini hamda folik kislotalar yetishmasligi hisobiga kelib chiquvchi kamqonlik natijasida odatda qabziyat kelib chiqadi. Demak, biz kamqonlik davolashimiz kerak. Mana temir preparati odatda ichni qotiradi. Shuning uchun biz kamqonlik hisobidagi qabziyatni folik kislotalari bilan hamda B12 vitaminlari yordamida yo'qotamiz. Yoki bo'lmasa buni mahsulotlardan qabul qilishimiz mumkin. Folik kislota ko'katlarda ko'proq miqdorda bo'ladi. B12 vitamini esa demak qizil lavlagida ko'p miqdorda bo'ladi. Ushbu mahsulotlarni iste'mol qiladigan bo'lsak, bu ham qabziyatni ketkizib beradi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar.